Yomg'ir bu hayot. Suv bu hayot. Alloh taolo osmondan suvni tushirib, o'li yerni tiriltirishligini aytadi. Inson jasadining necha foizi suvdan iborat edi? Ulamolar ixtilof qilib qolishdi. Necha foiz kelinglar ittifoqqa kelib olaylik. 70, 90, 100%. 100% suv bo'lsa, qanot turibdi suv ekan. Muhimi insonning aksar qismi suvdan iborat. Demak, osmondan tushgan suv siz bilan bizni tirikligimizni ta'minlaydigan Alloh taoloning bir karomati mo'jizasi. Va yomg'ir Alloh taoloning bergan ulug' ne'matlaridan. Va yomg'irni qachon, qayerga, qancha yog'ishini faqat Alloh biladi.